Azizlar, yana ishni boshlab berdik. Yana bir yangi holat, yana bir texnologiya deydi-ku. Menda bu bilan ustidan gulush emasdan ustalar bir akkurat etib ishlasa bo'ladi-da. Masalan, qaranglar. Bunda 1 reli. Vozdukda turibdi 1 reli. Bunda 1 reli yaxshi, buni qirqibdilar. Buni kelasi ishlab qirqibdilar-da. Bunda 1 reli bilan turibdi-da. Janoni 3 reli qo'ysa uchamaganlar turib. Buni ishlatamiz, qanot yasaymizmi? Mayli, birisini qirqibdilar, yaxshi, buni atkulchasizlar. Bu ishlab turibdi, menga ham ishlab turibdi. Men shu tushunmagan yerim shu bo'lib turibdi-da. O 10-15 reli qo'ygan bilan mashina yaxshi yurmaydi. E'tiborlar tuzatish kerak. Bo'lgani. Endi hayron qolmanglar, men internetda qiziqmas edim. Prosta уже nadayal olgandan internetda qo'yib turibman bu narsalarni. Men ya uchib ketjak emasman, yo o'zimni adiqtirjak emasman. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, kelaverasizlar. Prosta bu narsani ko'rsatib o'tish kerak. Odamlar har bir narsaga ishonib qo'yatirdan. Bir mashina, bir programma, bir dana reli уже yetarli, boshqa narsa shart emas. Salomat bo'linglar, ishingizga rivojini bersin.